Assalomu alaykum. Hamkorlarim, mana Madina Bonu qizimiz, bu qizchamiz 1,5 yoshda. Hech qanaqa harakatsiz, shundoq qotib yotadi pastelda. Mana bu qizchaning yurishini qarang. Ana shunday ajoyib. Kel qizim. Kel qizim. Bu hali gapiradi. Gapirasan-a sen? Ha? Gapirasan-a, Malika? Assalom. Mana bu bujonlari sizlarga intervyu bergan, mana onajonlari. Ha, mahbuba, haqiqatda bu qizchamiz 1,5 yoshda, shundoq qotib qolib, hech qanaqa harakatsiz yotar edi. Xursandmisiz? Ha, xursandman. Yashiga nima tilaklaringiz bor, mahbuba? Yashiga, rahmat yashiga. Hamma ishsi, topsin. O'zimizda mana xursandmiz. Ana qizchamiz yurishini qarang, baxtlisiz, onasi? Ha, xursandmisiz? Qizchangiz qarang, hamma bolalar qator yurishini. Malika Bonu. Ha, bolalar. Ay, bolalar o'ynayapti. Rahmat. Oilalarga baxt kirganidan xursandman. Qizingizning rohatini ko'ring.